Bismillah. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Alhamdulillah, mana Allohning izni bilan navbatdagi obyektimizni zinapoyasini ham boshlab oldik. Navbatdagi obyektimiz Qo'qon Yaypanda. Inshaalloh navbatdagi obyektimizda qiladigan ishlarimizni qisqacha video obzor qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Navbatdagi obyektimizda biz bu yerda beton zinapoyasini qilib beramiz. Inshaalloh qani ketdik. Qisqacha video obzor, ya'ni razmerlarimizni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Zinapoyamiz shu stupenkamizning balandligi 16,5 santimetrdan tushgan. Oyoq qo'yadigan esa 30 santimetr bo'lgan, eniga esa 1,20 bo'lgan. Zinapoyamiz osma zinapoya, avalniy zinapoya, bez stoyka bo'lmaydi. Bu shu yer bilan, mana shu yer bilan eng tepasi ushlab turadi, o'rtasiga esa stoyka qo'yilmaydi bu yerlarda. Hop, zinapoyamiz yo'llari polni avalniy ko'rinishida ko'rishingiz mumkin. Hop. Zinapoyamizni shu joylari 15 santimetr, orqasi esa 42 santimetr, 48 santimetr bir tomoni, 48 santimetrga, o'rtasi esa 32 santimetrdan bo'lgan. Bu yerda zinapoyamiz ko'rishingiz mumkin razmerlarni. Taxtalarimizni ham tepa tomondan ko'rinishi dumaloq bo'lib ko'rinishi shu yerda kesilgan. Bu yog'i ham balandligini aytib o'tdim, 16,5 santimetr. Bu yerda tepada ushlaydigan joyda, bu yog'i esa xom g'isht, bu yog'i esa betoni bor ekan o'zini. Bizani vodiyda buni shag'al deydi. Hamma joyda har xil nomlar ekan bu ham. Mitpisoga emas, mayna emas. Hop, bu tomonda ikkinchisi bor. Ikkinchi zinapoyamiz. Ikkinchi zinapoyamiz ham bu yoqqa qarab chiqib kelgan. Xuddi shunday bir o'zi qilinish jarayoni. Hop. Ko'pchilik bizga telefon qilib, yog'och mashi taxta masalasi bo'yicha ko'pchilik telefon qilib ma'lumot so'rashadi. Yana bir qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Bizda bunaqa yog'och bo'lmaydi, apalovkamizda bo'lmaydi. Imana bizani singari zinapoya qo'yadigan ustalarda bilmadim. 90% da yo'q. 10% bitta yarimtasida bo'ladi, bo'lmaydi emas. To'g'ri zinapoya qo'yadigan ustalarda oldi gullik qolipi bo'ladi. Unda ham mana taglari bo'lmasa kerak. Yana bilmadim, vallohu alam. Zinapoyamizni mana shu yog'ochimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i 15 santimetr bo'lsa, bu yog'ini esa 3 santimetr, 2,5 santimetr, 3 santimetrga mo'ljallab kesiladi. Sababi bitta yog'ochdan ikkita chiqarish uchun. Bu yog'ini 15 ga, bu yog'ini o'ziga mo'ljallaganimiz bitta yog'ochimizdan ikkita yog'och chiqadi. Shunda biz 2 dona yog'ochdan ko'ryapsizlar, mana 4 ta tushgan, bu 2 dona yog'och hisoblanadi. Bitta zinapoyaga yetadi. Agar biz shunaqa gitara qilib, shunanga o'shqatib qilmasdan, butun taxtani va shunaqa taxtani, silikon taxtani o'zini qo'yadigan bo'lsak, 4 dona yog'och ishlatishimizga to'g'ri keladi. Bu uy egasiga bir rasxoti bo'ladi. Bizning ham ishimiz ancha qiyin bo'ladi, 4 tasini qo'yadigan bo'lsak, teskari bo'lib ancha qiyin bo'ladi ishimiz. Shuna hisobiga gitara deydi bizning ustalarning tilida, yog'och xuddi shunday qilib tilib chiqiladi, kesib chiqiladi. Bu yog'ini 15 santimetrga, bu yog'ini esa 3, 4, 2, kimdir 1 qilib kesadi. Har kim o'ziga ma'qul kelgan razmerni, o'ziga tushadigan joyini o'lchaydi. Misol uchun kimdirdadir bu yer 10 santimetr, 5 santimetr bo'ladi. Shuni hisobiga qarab turib, mana bu tomoni ham to'rayaveradi. Bu yog'i ham o'shanga qarab mo'ljallanadi. Zinapoyamiz ikkinchi tomoni o'zi boshlandi. Bu yog'i ham o'zi boshlangan. Zinapoyamiz oldida yana ikkita stupenkasi bo'ladi bu yerda. Bitta chiqqandan keyin ikkinchisi ham hisoblanadi. Bizning ustun tilda ikkita deydi, aslida esa bittaga yuradi. Razmer bor bizda, mana 16 santimetr shuna hisobiga. Stupenkasi bittada ko'rinadi. Ko'rishingiz mumkin. Zinapoyamiz o'ta idealni, masla, chotga chiqqan. Qilib sizlarga manzur bo'lsa, videoni shu yerda to'xtatib, bitta like bosib keting, jigar. Mana shu yerga bosib keting, bitta jigar. Ko'rinishiga. Ko'rishingiz mumkin. Bu yog'idan. Hop, biz uy egalari bilan maslahatlashilgan holatda bunaqa zinapoya qilishga qaror qilindi. Uy egalarining o'g'illari
nabiralari, opodani, ya'ni yoshlar katta buvani nabiralari. Buva yo'qqa qilgan, xohlagandilar zinapoyani to'g'riga, pramoyga, shtobi hovliga chiqmasin dedilar. Bu yerda esa zeleniy zona огород bo'lar ekan. Agar zinapoy u yoqqa bo'ladigan bo'lsa, devorlar chekkasidan 1 metr 1,20 yo'lak qilish kerak bo'ladi. Ancha joy yutqazamiz deyishdi. Keyin bu zinapoyga chiqish, ikkinchi etajga chiqish uchun esa aylanib yurishga to'g'ri kelib qoladi hammaga. Misol uchun 10 metrdan rasxod anaqa qilinganda ham, qadam bosilganda ham, misol bir kunda 5 marta chiqib tushadigan odam 10 ta qadamda 50 ta qadam vaqtini yo'qotadi, tejab qoladi shu vaqtda. Bu tomonidan ham xuddi shundoq, to'g'riga tushmagan, bu tomondan xuddi shunaqa avanli bo'lib ko'rinishda chiqib borgan, ko'rishinglar mumkin. Zinapoyamizdan tagida hech qanaqa stoyka bo'lmaydi bunda. Mana apalovkasini esa misol buni zinapoyni quyilgandan keyin 10 kundan 15 kun 20 kun oralig'ida yechib tashlanadi bunaqa apalovkalar. Bizning vaqtimizdan bo'lganda biz o'zimiz yechib beramiz. Ko'p joyda vaqtimiz bo'lmay, yo'limizga tushmagan paytlarda uyga kelar, misol uchun ko'chadan bitta uy egasi, ishchilar, bandikor boshqasi yarim soatda buzib qo'yadi buni apalovkasini. Bundan chiqqan yog'ochlar faqat pechkaga ishlaydi, tomga ishlaydi, chornovoy pollaga ishlaydi, chornovoy rekaga ishlatadi. Shu mana shu zinani taxtasi ko'p joyda odamni ikkilantirib qo'yadi. Kimdir aytadi-ku, to'qqa chiqmasang dolona qayda deydi-ku. Agar buni xohlab mana shu fason dizayn kerak bo'lsa, albatta bir nimani bag'ridan kechish kerak. Nimadir bag'ridan kechmasangiz, siz xohlagan narsa bitmaydi-ku. Shuning hisobiga shunaqa qilib ishlatiladi yog'ochlar. Endi iloji yo'q. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, shtobi uy egasini rasxodga tushirmaslikka. Endi ilojini qilib topa olmaymiz, sababi bu bo'lmasa ishimiz bitmaydi. To'g'riga promoy qilib olib tushgan taqdirimizda ham где-то 8 dona taxta yutamiz. 4 ta bu yoqdan, 4 ta u yoqdan taxta yutamiz. Taxta ikkalasiga ham bir xilda ketadi. Mana shu ikkita zinapoyaga 35 dona taxta olib kelingan hozir. Ko'rishingiz mumkin. Zerkalniy ko'rinishda tepasi mana shu ko'rinish qolipi, tak qismini qolipi. Tepasi ham xuddi shundoq chiqadi. Bu tak qismini qolipi. Buni to'qib bo'lingandan keyin armaturamiz bor. Armatura zavodda armaturasini ishlatamiz. Begavot, yana bir ikkita zavodlar bor. O'shalarning armaturasini ishlatamiz. Sababi garantiyali, ishonchli. Sex armaturasiga misol uchun bunaqa zina qilish muammo, bilmadim. Quyganlar bo'lsa, lekin bunaqa zinani ushlab turish muammo bo'ladi. Shuning uchun hamma zavodda armaturasini ishlatadi. Sababi garantiya berish kerak. Biz ham misol uchun hozir shuni qilganimizdan keyin uy egasi bizga balonson rasxod qilib qildirayotgan shuni. Balonson materialga rasxod qilgan. Unga ham ertaga garantiya kerak, boshqasi kerak. Shuni hisobiga biz ham ertaga garantiyali bo'lish uchun zavod armaturasini ishlatamiz. Armatura unaqa katta razniца qilmaydi, lekin razniца qiladi. 1 million razniца qiladi misol uchun. Xo'p, mana shu taxtamizni razmerlarini tushuntirib o'tamiz taxtamizni. Yog'ochimizning qalinligi 2,4, 2,5 ga sotadi bozorda, 2,4, 2,5 chiqadi. Eniga esa mana bunaqasiga esa 14,9, 15, 15,1 chiqadi. 15 ga sotiladi bozorda. Mana shu taxtamizning 2,2 ligi, bunaqasiga qalinligi 2,2, bunaqasiga 14,5 liga bor ekan bu yerda. Donasini 115 ming so'mdan deyishdi. Biz bu yog'ochni esa Namangandan olib keltirdik. Donasini esa 93 ming so'mdan 95 ming so'mgacha. Sababi nimaga 2 ming so'm o'ynashini dollar kursiga qarab sotiladi bu yog'ochlar. Shuna hisobiga 2 ming so'm donasiga o'ynab turadi kunligiga. E'tiboringiz uchun hammaga katta rahmat. Videomiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta xursandmiz. Inshaalloh tez kunlarda armaturasi tashalgan jarayonlarni, zinapoyamizdan quyilgan jarayonlarni ham video syomkasini qo'yishga harakat qilamiz. Albatta kanalimizdan uzoqlashmasdan like, obuna, podpiska bosib qo'yishingni so'rab qolamiz. Bu videoni esa kimga yuborib qo'yishi o'zingiz juda yaxshi bilasizlar. Albatta qurilish qilayotgan yo'l-do'st birodarlarga yuborib qo'yishingni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.